Assalomu alaykum. Xo'p, 3-may birinchi smena savollarini ko'rib chiqamiz. Savollarda haqiqiy nimasini Husniddin Ergashev ISS kanalidan oldim. Kanalga ham tashlab qo'yaman. Demak, javoblar bilan ishlaydigan bo'lsak, 3-may birinchi smenada nimalar bo'lgan? Xo'p, birinchi savol, to'g'ri javobni aniqlang. 1 moldan olingan silan va metanning massalari o'zaro teng. Xo'p, silanning formulasi kremniy H4, metanniki bo'lsa CH4. Buni massasi 32, buni massasi 16. Shuning uchun A javob o'yindan chiqib ketadi. B javobda fosforni allotropic shakli mavjud emas. Yo'q, uni qizil, oq, qora nimalari bor. D javob. Suvning 22,4 litr litri normal sharoitda 18 gram keladi. Mana shu sportli masala. Normal sharoitda deyilyapti. Normal sharoit degani nima degani? 0 gradus va 1 atmosfera bosimi degani. Bu sharoitda suv muz holati va suv holatida muvozanatda turadi. Ya'ni gaz holati gapirilmaydi. Shuning uchun D javobni ham chiqarib yuboramiz. Yagona javob C javobni to'g'riga olamiz. Endi buni sal isbotlaydigan bo'lsak, adashmasam smogni zichligi 13 ga yaqin edi. Etanolniki esa 0,7 ga yaqin edi. Endi ikkalasini ham 2 grammdan oladigan bo'lsam, e'tibor bering mana 0,7 grammi 1 millilitr kelsa 2 kilogrammi yoki bo'lmasam 2 grammi olganimiz şey 2 massa birligiga qancha millilitrga to'g'ri keladi. Demak, hozir biz buni 2 ni 0,7 ga bo'lib olishimiz kerak. Hop, 2 ni 0,7 ga bo'lib o'radigan bo'lsam 2,85 millilitrga to'g'ri kelyapti. Endi smogga bo'lsa 13 grammi 1 millilitrga to'g'ri kelsa, bizda 2 kilogrammimiz qanchaga to'g'ri keladi? 2 ni 13 ga bo'lib o'radigan bo'lsam 0,15. Demak, smogning hajmi haqiqatdan ham demak spirtnikidan kichik chiqyapti. Etanolning 2 kilogramm hajmidan kam deyapti. Mana shu javobda belgiladik. Ikkinchi savol. Temirning izotopida neytronlar soni barcha zarrachalarni 21 dan 8 qismini tashkil etadi. Xuddi shunday neytronlarga ega nikelni molar massasini topib bering deyilyapti. Yaxshi. Temir bo'lsin, tartib raqami buniki 26, massasi hozircha noma'lum. Endi umumiy zarrachalar sonini doim tartib raqamini shu massasiga qo'shib topsangiz bo'laveradi. Ya'ni x + 26 umumiy barcha zarrachalar soniga o'tadi. Shunda neytronlarning soni bunda nechta bo'ladi desa, demak x - 26 ni beradi. Chunki massadan tartib raqamida ayirib oladigan bo'lsak, neytronlarni topib olardik. Shunda bu qismda aytayaptiki, demak 21 dan 8 qismini tashkil qiladi deyilyapti. Shunchaki tenglamani ishlab qo'yamiz. Demak, 21 x plus 21 da 26 ga ko'paytirishimiz kerak bitta 546. Hop, teng bo'ladi 8x plus endi 26 ni ko'paytiraman 8 ga 208 ga. 208 tomonga minus bo'lib ketadimi? 546 dan ayirib yuboramiz. 338 teng bo'ladi. Hop, xato bo'lib qoldi-ku. Ha, kechiringlar. Mana bu yer 21 ko'paytirilgan 26 deganimizda plus qo'yib ketibmiz. Mana bu yerda minus bo'ladi. Bu tomonga endi musbat bo'lib ketadi. 546 ga qo'shib yuboraman. 208 ga 754 ya'ni qiymatimiz 754 teng bo'ladi. Xo'p, demak 21 dan 8 ga ayirib yuboramiz. 21 dan 8 ga ayirsak 13x ga. Demak, x qiymati nechaga teng bo'ladi desa, 754 ni bo'lib yuboraman 13 ga, 58 ga. Demak, buni massasini 58 deb olish kerak edi ekan. Endi bunda neytronlar soni qanday bo'ladi? 58 minus 26, buni neytronlar soni kelib chiqadi. 32 ga teng ekan. Endi shuncha neytroni bor nikelda. Nikelda tartib raqami necha edi? 28. Demak, bunda 28 ta proton bor, plus endi 32 ta neytron bo'lish kerak ekan. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, demak, molar massasi 60 ga to'g'ri keladi. Shuning uchun mana bu A javob to'g'ri bo'ladi. Gun qoidasini aniqlang. Atomda elektronlar spin yig'indisi maksimallikka intiladi. Gun qoidasini nazarda tutilyapti. Xo'p, demak, atomda elektron spinlar yig'indisi maksimallikka intiladi. Maksimallikka intiladi. Elektronlar spinlar. Shunday savol bo'lganmikan? Xo'p. Energetik pog'onachadagi elektron bilan to'lib borish tartibi to'rttala kvant soni bir xil bo'lgan ikkita elektron bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endi Gun qoidasini eslab ketadigan bo'lsak, atomda
orbitallarda elektronlar o'z spin kvantsollarini maksimal qilishga intiladi. Misol uchun, p orbitalda chizadigan bo'lsak, misol uchun p4 holatni ikki xil holatda ifodalashimiz mumkin. Masalan, 1, 2, 3, 4 yoki bo'lmasam 1, 2, 3, 4. Mana bu yerda spin kvantsollar yig'indisi plus 1 taqsim 2 va minus 1 taqsim 2, plus 1 taqsim 2 va minus 1 taqsim 2. O'zi tushunib olishingiz uchun plus 1 taqsim 2 deb nazar tutilib turganda yuqoriga, minus 1 taqsim 2 deb nazar tutilib turganda pastga strelka belgisini o'zi uchun ifoda qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana bu plus 1 taqsim 2 va minus 1 taqsim 2 lar yeyishib ketadigan bo'lsa, ikkita plus 1 taqsim 2 ning yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Demak, shunisi to'g'ri deb turib belgilab ketar edik. Shuning uchun atomda elektronlar o'z spin kvantsollarini yig'indisini maksimal qilishga intiladi degan javobni belgilaymiz. Mana shu A yoki B javobni to'ldirib qo'yiladigan bo'lsa, o'sha bittasi to'g'ri javob bo'ladi. Xo'p, 4-savolda nima debdi? Yadro reaksiyasi berilgan. Agar x plus 14 taqsim y 42 ga teng bo'lsa, x ni topib bering. Xo'p, tenglab ko'ramiz. X plus 14 yuqori tomonni tenglayapman, teng bo'ladi y plus 246 ga. Hop, va yana bitta tenglama chiqadi bizda. 92 plus 7 teng bo'ladi 99 ga. Hop. Endi bu yerdan biz yana qanday qiymatlarni olishimiz mumkin? X minus y ning qiymati teng bo'ladi. Demak, 246 dan 14 ayirib yuboraman. Shu qiymatga teng bo'ladi. 232 ga. Endi mana shu yerda x va y bir-biridan foydalanishimiz mumkin. X ni y bilan, y ni x bilan ifodalab olishimiz mumkin. Demak, bizda x plus 14 teng bo'lyapti 42 y ga. Endi mana shu yerda men misol uchun 232 plus y x ni qiymatini berar ekan. Shu yerga mana buni qo'yib, demak 232 y ya'ni x qiymati kelib chiqdi. Plus y, uzr. 232 plus y x qiymatini berdi. Plus 14 teng bo'lyapti 42 y ga. Demak, 232 ga 14 ni qo'shib yuborsak, 246 teng bo'lyapti 41 y ga. Bunda y ning qiymati teng bo'ladi 6 ga. Biz y ni topib oldik. Xo'p, o'z-o'zidan y orqali biz x topib olishimiz mumkin. Endi 232 ga demak 6 ni qo'shadigan bo'lsak, 238. Bu x ni qiymati bo'ladi. Ya'ni mana buni massasi 238 bo'lgan ekan. A javob to'g'ri bo'ladi bunda. 5-savol. Ikki xil anion hosil qiladigan moddalarni aniqlang deyilyapti. C, D javoblar o'chib ketadi. B javobni ham o'chirib yuboramiz. Demak, gidrosulfat bo'ladi, juda lekin nozik savol. Gidrosulfat dissotsialanganda vodorod kationi bilan gidrosulfat anionini hosil qilishi mumkin. Endi gidrosulfat anioni bo'lsa, keyingi bosqichda yana dissotsialanib, yana bitta vodorod kationi I+ sulfat anionini hosil qilishi mumkin degan o'y bilan, demak, A javobni belgilaymiz. Hop, 6-savol. Sigma va pi bog'lar soni yig'indisi qanday o'zgaradi? Hop, buning uchun struktura formulasini chizib olsak yaxshi bo'ladi. Mana bunday qilib. Demak, ikkita sigma, ikkita pi bog' bor ekan bunda. Sigma pi bog'lar yig'indisi umumiy bog'lar sonini hisoblab ketsak ham bo'lar ekan. Demak, birinchisida 4 ta, keyingisida ham 4 ta, keyingisida asetilenda mana bunday qilib chizamiz. Demak, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Vodorod sulfitda 2 ta. Hop, birinchi sharoitda o'zgarmadini tanlaymiz. Hop, endi keyingisida ortda bo'ladi, keyingisida kamaydi. Shuning uchun C javob to'g'ri ekan. 7-savol. Asosli oksid hosil qiladigan reaksiyani ko'rsating deyilyapti. Asosli oksid. Hop, oksid hosil bo'lmaydi. Kislotali oksid hosil bo'ladi. Alyuminiy oksid amfoter oksidni hosil qiladi. Demak, litiy oksid ekan. Agar shuni o'rnida natriy bo'lganda tanlamasdik do'stlar. Nimagaki, litiydan boshqa birinchi guruh metallari kislorod bilan reaksiyasida peroksidlar hosil bo'ladi. Litiyda atom radiyusi kichik bo'lganligi uchun bunda oksid hosil bo'ladi.
keyingi reaksiyalarda hushyor bo'lasizlar. 8-savol. Azot 2 oksidi yonim, demak azot oksidi reaksiyasida bosim 8 marta ortilib, temperatura 20 gradusga pasaysa, reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? Demak, to'g'ri reaksiya tezligini nazarda tutyapti deb o'ylaymiz. Hosil bo'lyapti, demak, NO2. Reaksiyani tenglash uchun mana bu yerga 2, mana bu yerga 2 qo'yamiz. Bosim 8 marta oshirilyapti. Demak, 2 ning 8-darajasi ko'paytirilgan, 8 ning 2-darajasi ko'paytirilgan 8 ning 1-darajasi bo'lib qoladi. Ya'ni formulamiz V teng konstanta ko'paytirilgan A ning n-si ko'paytirilgan B ning m-sidan kelib chiqyapti. 8 ning 2-darajasi ko'paytirilgan 8 ning 1-darajasi teng deymiz. Demak, 8 ning 3-darajasi bo'lib qoladi umumiy qiymatda. 8 ning 3-darajasi bizda 512. Reaksiya tezligi 512 marta oshdi. Xo'p, endi temperaturani 60 gradusga pasaytirildi. Demak, T2 minus T1 taqsim 10 temperatura koeffitsiyenti darajasida. Demak, darajamiz bu yerda 2 ga teng. 60 gradusga pasaysa, 60 gradusga pasayapti. Demak, 2 ning 6-darajasi nechaga teng bo'ladi? 64 marta. Demak, 64 marta buni hisobiga reaksiya tezligi kamaydi. Endi kattasini kichigiga bo'lib, 512 ni 64 ga bo'lib, kichik nimasi soni kattasini belgisini qo'yib qo'yamiz. Demak, 512 ni 64 ga bo'lib yuborishim kerak. 8 marta reaksiya tezligi ortadi. Shuning uchun B javob to'g'ri. 9-savol. Shu reaksiyada muvozanat holatida A dan 4 mol, B dan 1 mol, C dan 2 mol bo'lsa, qaysilari to'g'ri? Xo'p, demak, reaksiya tenglamasini yana boshqatdan yozib olaman. A plus 3B teng 2C. Xo'p, endi hajm 1 litr ekan. Demak, muvozanat holatida bundan 4 mol taqsim litr, B dan 1 mol taqsim litr, C dan 2 mol taqsim litr turibdi. Birinchi bo'lib muvozanat konstantasini topib olsak, hosil bo'lganlarni qolib ketganlarga nisbatan 2 ning kvadrati taqsim 4 ning 1-darajasi ko'paytirilgan 1 ning 3-darajasiga. 2 ning kvadrati 4, 4 ga bo'lsak 1 ga teng ekan. Muvozanat konstantasi 1 ga teng, 2 degan variant to'g'riga olinadi. Endi bu ikki hosil bo'lgan paytda mana bulardan qanchadan sarf bo'lib ketgan deyiladigan bo'lsak, mana bu ikki hosil bo'lishi uchun 3 sarflagan, bunisi 1 sarflagan. Demak, dastlab bundan 4, mana bundan 5 mol bo'lgan. Dastlab A dan 4 mol, B dan esa 5 mol. Chalg'ib ketdi. Mana shu teskarisi bo'lganda to'g'riga olardik. Endi A ning 5 dan 1 mol sarflangan. Haqiqatan 5 dan 1 mol sarflanganda 5 mol bor edi deyapmiz. 5 molda 1 moli sarflanib ketdi mana bu modda hosil bo'lish uchun deyapmiz. Shuning uchun 3 degan javobni ham to'g'riga olamiz. 2, 3 degan variantlar A va B javoblar to'g'ri. Sal qolsa mana uni adashtirib ketish mumkin. A dan 4 mol deyapti. B dan esa 5 mol. Shunday sonni almashtirib qo'yapti. Chalg'ib qolishimiz mumkin ekan. Xo'p, keyingi savolimiz suyuq yog' hosil qilishda ishtirok etgan kislotalarni tanlab bering deyilyapti. Xo'p, bu yerda biz bilishimiz kerak, qattiq yog'larda to'yingan yog' kislotalar, suyuq yog'larda to'yinmagan yog' kislotalar hosil qiladi deymiz. Shunda mana stearin chiqib ketadi o'yindan. Palmitenlar chiqib ketadigan bo'lsa, olein, linol va linolen degan javoblar to'g'ri bo'ladi. Xo'p, 11-savol. Yarim mol metal gidrida 47 gram suvda eritilganda 24% eritma hosil bo'ldi. 8 gram ishqida metal gidrida 54 gram suvda eritilganda necha foiz eritma hosil bo'ladi? Xo'p, yaxshi. 47 gram suvda eritilganda 24% eritma hosil bo'ldi. Metalda gidrida. Xo'p, metalda gidrida vodorod 1 valentmi, 2 valentmi bilmaymiz, lekin u suv bilan ta'sirlashganda hosil bo'ladi. Metalda gidroksida. Endi 0.5 mol hosil bo'lyaptimi? Demak, 0.5 mol shundan ham hosil bo'ladi. plus metra vodorod gazi ajralib chiqib ketadi. Uni hisobga olishimiz kerak. Endi 47 gram suvda eritilganda 47 gram suvda eritilganda. Xo'p, keling bir valentli olib ketamiz. Nima bo'ladi unda? 47 gram suvda eritiladigan bo'lsa, 47 gram suv bor edi. H2O deb qo'yadigan bo'lsak, bunga yarim mol suv ketadi. Yarim mol suvning massasi 9 gram. Agar metal bir valentli bo'lganda, hop 47 dan 9 ayirib oladigan bo'lsam 38 gram suv qoldi. 38 gram suv qoldi. Bu eritma 24% eritma bo'ladigan bo'lsa, 100 dan 24 ayirib oladigan bo'lsak, 76% ga teng. 24% qanchaga teng bo'lishi mumkin? Demak, 38 da
24 ko'paytirib 76 ga bo'lganimizda 12 gram. Endi bu yarim molini massasi. 1 mol massasi qancha bo'ladi? 24. Undan 17 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, shunaqa metal bormi? Bor. Bu litiy. Demak, litiy gidridini ishlatsak bo'laverar ekan. Litiy gidrid suvda erib turib, demak, litiy gidroksidni hosil qilyapti va vodorod gazi ajralib chiqyapti. Endi 54 gram suvda 8 gram ishqori metal gidrid eritilganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, massasi 8 grami 18 gram suv bilan ta'sirlashadi va shunda hosil bo'ladi. Mana bu litiy gidroksiddan 24 gram 1 gram vodorod chiqib ketadi. Bizda ham 8 gram berilyapti, 54 gram suvda eritilayotgan turgan bo'lsa, demak 54 dan ayirib yuboramiz sarflangan suvni. 54 dan 18 ketganda 36 gram qoldi. Umumiy eritmani massasi bizda bo'ladi qancha gram? 36 ga 24 qo'shadigan bo'lsak 60 gram. Shu 60 gramda 24 gram modda erigan bo'lsa, yuzida qancha desak, uni konsentratsiyasi kelib chiqadi. Demak, 24 ni 60 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.4, bu degani 40% eritma hosil bo'lar ekan. Shuning uchun B javobni to'g'ri qilishimiz mumkin ekan. 12-savol. Shakar qamish tarkibida 22% saxaroza bor. 1 tonna shakar qamishdan 180 gram saxaroza olindi. Reaksiya unumini topib bering. Xo'p. 1 tonna 1000 kilogram. 1000 kilogram bo'ladi. Buning tarkibida 22% saxaroza bor. Ko'paytirib yuboramiz 0.22 ga. Ya'ni 220 kilogram bo'lib qoladi. Shuncha kilogram bo'lish kerak edi. Shuni hammasi olinganda 100% unum bo'lardi. Bizda 187 qizig'i kilogram. Bu ham balki gramdir. Qani 187 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lib o'ramiz 220 ga. 85% chiqyapti unum. Agar mana buni biz kilogram deb oladigan bo'lsak, lekin bu gram bo'ladigan bo'lsa, bu qiymat yana 101 ga kamayib ketadi. 85 ni 100 ga bo'lib o'rsam 0.85 bo'ladi. Demak, to'g'ri ekan, gramda ishlangan ekan. Shuning uchun D javob to'g'ri olinadi. Endi 0.1 mol temir 3 nitrat va 200 ml natriy gidroksid reaksiyasida hosil bo'lgan eritmada necha mol ion bo'ladi? 0.1 mol temir 3 nitrat va 200 ml 2 molarli. Xo'p, buni boshqa ruchkada ishlayman endi. Har mingda bor edi. Bizda 2 mol natriy gidroksidi 200 ml da qancha bo'ladi? Demak, 200 da ko'paytiraman 2 ga, bo'laman 1000 ga. 0.4 mol. 0.4 mol natriy gidroksidimiz bor. Endi 0.1 mol temir 3 nitratimiz bor. Xo'p, temir 3 nitrat natriy gidroksid bilan nima hosil qiladi? Bu yerda temir 3 gidroksidi cho'kmaga tushib ketadi va eritmada hosil bo'ladi natriy nitrati. Reaksiyani teklab qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerga 3, mana bu yerga 3 qo'yamiz. 1 moliga mana bundan 3 kerak bo'ladi. Bundan 1 mol cho'kib, mana bundan 3 mol hosil bo'ladi. Bizda 0.4 mol natriy gidroksid bor, 0.1 mol temir 3 nitrat bor. Demak, natriy gidroksidimiz yetarli. 0.1 dan 1 molidan 0.1 dan 3 mol reaksiya kirishadi. Buni hisoblamay qo'yamiz, cho'kmaga tushib ketdi chunki bu va 0.1 dan 3 mol natriy nitrat hosil bo'lyapti. Natriy gidroksiddan 0.4 mol bor edi. 0.4 dan ayirib yuboramiz 0.3 da, 0.1 dan 1 mol qoldi. Endi natriy gidroksid dissotsiyalansa, ikkita ion chiqyapti, to'g'rimi? Bitta natriy va bitta gidroksil ioni. Demak, 0.1 molidan 0.2 dan 2 mol chiqadi. 0.3 dan ham xuddi shunday 2 mol ion chiqadi. 2 ga ko'paytirib olsak 0.6 mol. Umumiy ikkalasi birgalikda 0.1 dan 8 mol tashkil qilyapti. Demak, C javob to'g'ri. 10 litr havoda 1:4 nisbatda kislorod bilan azot nisbatda bo'lgan aralashmaga 4 litr is gazi qo'shildi. Xo'p, hosil bo'lgan aralashma natriy gidroksid eritmasiga yuttirildi. Xo'p, hajm dastlabki hajmga nisbatan necha foizga kamayadi? Xo'p, endi kislorod bor, bizda azot bor. Bularning nisbatlari 1:4 nisbatda. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, hozir bizda 5 chiqadi. Bizda 10 litr havo bor. Xo'p, havoda demak mana shu yerda 8 litr azot, 2 litr kislorod bo'ladi. Endi aralashmaga 4 litr is gazi qo'shilyapti. Reaksiya ketyaptimi, ketmayaptimi bilmayman. Qanday reaksiya ketsa, ana reaksiya ketsa nima hosil bo'ladi? Is gazi plus kislorod hosil bo'ladi, karbonat angidrid. Demak, reaksiyani tenglash uchun mana bu yerga 2, mana bu yerga 2 qo'yamiz. Ikkisiga bundan 1 ketib, bundan 2 hosil bo'ladi. Bizda kisloroddan atega 2 bor. Bu demak is gazining 4 litrini to'liq reaksiya kirishtirishga yetadi. Bundan 4 hosil bo'ladi. To'g'rimi?
Xo'p, endi bizda aralashmada nima bo'lib qoldi? Karbon angidrid bor bizda 4, azot bor bizda 8. Ya'ni 12 litr aralashma bor. Endi bu ishxordan o'tkaziladigan bo'lsa, karbon angidrid yutilib ketadi. Ya'ni karbon angidrid natriy gidroksid eritmasida tuzni hosil qiladi. Natriy karbonat tuzini hosil qiladi. Xo'p, demak faqat azot qoladi. Faqat azotdan 8 qoldi. Endi dastlabki aralashma necha litr deb olamiz endi? 10 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 14 deb olamizmi? 14 deb oladigan bo'lsak, javoblarimizdan chiqadimi? Ya'ni necha marta kamaydi deyilyapti? 14 taqsim 8. Ya'ni bu nimaga to'g'ri keladi? Necha foizga ekan? Bunday qilmaymiz. Umumiy dastlab aytamiz 14 mol yoki bo'lmasa 14 litr dastlabki aralashma bor edi. Undan keyin azot o'zi qoldi 8 litr. Demak, kamayish nechaga bo'ladi desa 6 litrga kamayish bo'lyapti. 14 litrda hammasi 100% bo'ladigan bo'lsa, 6 litr qancha deymiz? Ya'ni 6 ko'paytirilgan 100 taqsim 14. Buni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 3 taqsim 7. Ya'ni 300 taqsim 7 degan javobni qabul qilamiz. Menimcha mana bu 2 ni 3 qilib qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Alkanning yonishidan hosil bo'lgan suvning massasi alkanning massasidan 1,5 marta ko'p. Noma'lum alkanni aniqlang. Umumiy reaksiyani yozib olamiz. Cn H2n plus 2. Buning uchun sarflanadi 1,5 n plus 0,5 ta kislorod. Shunda hosil bo'ladi n ta karbon angidrid plus n plus 1 ta suv. Bu yerda hosil bo'lgan suvning massasi alkanning massasidan 1,5 marta ko'p bo'ladi. Endi suvning massasi bu yerda nima bo'ladi desa, demak 18n plus 18, ya'ni molekulyar massasiga ko'paytirib yuboryapman. Alkanning massasi 14n plus 2. Mana shu teng ekan 1,5 ga. Tenglamani ishlab qo'yamiz. 18 plus 18n teng bo'ladi. 14 ni ko'paytirib yuboraman 1,5 ga. 21n teng bo'ladi 3 ga. Xo'p, demak 3 ni o'tkazib yuboradigan bo'lsak 15 teng bo'ladi. 21 dan 18 ga ayiradigan bo'lsak 3n ga. Demak n teng bo'ladi 15 ni 3 ga bo'ladigan 5. Demak pentanda yoqqan ekan. D javob to'g'ri. Fosfat kislota bilan metal gidroksidi reaksiyaga kirishdi. Natijada shu tuz va suv hosil bo'ldi. X ni aniqlab bering. Xo'p, yaxshi. Reaksiyani yozib olamiz. H3PO4 plus metal gidroksidi. Metal gidroksidini valentligini aniqlashimiz mumkin. Chunki fosfat kislota 3 ta negizli bo'lyapti va bundan tashqari metalda bitta negiz qolyapti. Demak, 2 negizligi bo'lgan ekan. Qo'yib olamiz. Hosil bo'libdi bu yerda bizda metal gidrokso. Xo'p, mana bu yerga 3 qo'ysak, undan keyin fosfat PO4 plus suv. Reaksiyani tenglashimiz uchun demak mana bu yerga bundan 3 qo'yib olamiz. 24,5 gram bilan 24,5 gramma bilan reaksiyaga kirishyapti bundan 55,5 gram. Demak 98 ga qancha desak 3 ta metal gidroksidini massasi kelib chiqadi. 98 ni ko'paytiraman 55,5 ga, bo'lib yuboraman 24/5 ga. 222 ga. 222 ni 3 ga bo'lishim kerak. Aniq. 74. 74 dan ayirib yuboraman endi gidroksil gruppadan 2 turibdi 34 da. 74 dan 34 ayirsak 40. Demak, kalsiy gidroksidi bo'lgan. X bu yerda x gram suv hosil bo'ldi deyilyapti. Bu ko'p ham shart emas ekan, shuncha qilganimiz kerak emas ekan. Juda vaqtdan yutish maqsadida reaksiyani tenglab ketsak bo'ldi. Demak, 3 ta suv hosil bo'ladi. 98 dan hosil bo'ladi 3 ta suvning massasi 108 gram. Endi 24,5 ga qancha deymiz? 24,5 ni ko'paytiraman 108 ga, bo'lib yuboraman 98 ga. 27 gram suv hosil bo'lgan. Menga o'xshab savolda to'liq o'qib olsalaring, bunaqa vaqtlaring ketmasa ekan. Odobni odobsizdan o'rgandikku, men ham shuni qildim hozir. 17-savolda yozilmay qolgan ekan, boshqatdan tahlil qilib beryapman. Neftdan 20% unum bilan benzin hamda 55% unum bilan mazut olinadi. Mazutdan 60% unum bilan benzin olinsa, 200 kg neftdan A80 markali benzindagi izooktan massasini topib bering deyilyapti. Demak, 200 kg neftdan 20% demak unum bilan benzin chiqadi. 200 dan demak 40% benzin chiqdi. Endi qolgani
55% mazut edi. Demak 200 kilogramm neftdan 110 gram mazut olish mumkin. Endi shu mazutdan 60% unum bilan benzin olinadi deyapti. Demak 110 dan 66 benzin chiqadi. Umumiy ajralgan benzin 106 demak kilogramm bo'lyapti. Shuni 80% izaktan, ya'ni qayerdan bilyapmiz? 80 markali deyilayotgan turgan paytda izaktanning miqdori 80% ni tashkil qiladi. Shuning uchun 80% qancha deganimizda 84.8 kelib chiqdi. Shuning uchun javob to'g'ri. Xrom 3 gidroksид nimalar massasiga teng nitro birikmada 0.8 mol sp ga yuritlangan atom bor. Nitro birikmaga izomer bo'lgan aminokislotada nechta sp orbitallar bor deyapti. Savolda aniq kamchilik bor. Shunday bo'lsa ham yo'llanma berib ketamiz. Demak, xrom 3 gidroksid massasi 102, nitro birikmani massasiga tenglasak 14 plus 47 qilib, demak n teng 4 bo'ladi. Demak, bu butanda nitro birikmasi bo'ladi. Butanda demak ko'rib turibsiz, 4 ta uglerod atomi va bitta NO2 gruppada. Mana bu yerda mana bu kislorod atomi sp ga yuritlangan. Jami 5 ta bo'lsa 5 kere 4 20 ta sp orbital bo'lyapti. Aminokislotani demak 4 talik qilib chizib oladigan bo'lsak, bunda ham 5 ta atom. 1 2 3 mana bu amino gruppa va mana bu bilan 4. 5 kere 4 20 ta 0.8 ta bo'lsa yana 0.8 ga kelib chiqaveradi. Shuning uchun B javob to'g'ri qilib olib turamiz hozircha. Lekin bu savol o'rganilgandan keyin variantlar o'zgarishi mumkin. Xo'p, 19-savolda umumiy formulani berib, ABC moddalar mavjud. AB moddalar natriy metalli bilan ta'sirlashadi. AB moddalar natriy bilan ta'sirlashadi deyilib turganda A javob chiqib ketib qoladi. B modda natriy bilan ta'sirlashishi mumkin. Mol nisbatiga qarab bitta natriy bilan yoki bo'lmasa ikkita natriy bilan reaksiyaga kirisha oladi. AB moddalar deyapti. Mis gidroksid bilan ta'sirlashsa ko'k rangli eritma hosil bo'ladi. Xo'p, B modda ta'sirlashadi, lekin A modda emas. Demak, katta ehtimollik bilan bular yozilishida mana bunga to'g'ri kelishi mumkinmi? CH2CH CH2OH OH bo'lib turib, misol uchun mana bu CH 3 ham bo'lishi mumkin yoki CH3 bo'lib mana yerda o'zida to'xtashi mumkin variant. Mana yerda o'zida. Shunday variantlar bo'lishi mumkin. Demak, oxirigacha to'liq olinmagan. Brutto formulasini ko'radigan bo'lsak, ugleroddan 3 ta, vodoroddan 8 ta, kisloroddan 2 taga to'g'ri keladi. Mana shunda bu natriy bilan ta'sirlashadi, mis gidroksid bilan AB moddalar ta'sirlashadi. C modda esa natriy va mis gidroksid bilan reaksiyaga kirishmaydi desa, bu javob to'g'ri bo'laveradi. Endi C moddani topib bering. C moddani topib bering deyilayotib turganda, mana shu C modda C javobda to'g'ri bo'lgan bo'ladi unda. Demak, D da qaysidir modda mana bu glitserin 1,2 diol glitserin bo'lyapti yoki glitserinning o'zi, ikkinchisida etilen glikol. Ikkalasi ham natriy bilan ta'sirlashadi, ikkalasi ham mis gidroksid bilan ko'k rangli, demak, kelardirmida shuni cho'kmaga tushiradi. Shuning uchun C javobda o'zi bo'ladi. 20-savol. Bodringni tuzlash uchun 1 litr suvga 40 gram osh tuzi, 20 gram shakar solinadi. 5 litr eritmasidagi tuzni masalishini topib bering. Masalish so'rayib turganda necha litr eritmaligi ahamiyati yo'q. Qoyil qishloq xo'jaligiga sekin-sekin yaqinlashyapti ekan. Bu yaxshilikkadir. Bir vaqtlar sertifikat imtihoniga kirganimda baliq bor idishni yuvish uchun deyilgan savol ham bor edi. Demak, bunaqa savollar yana takrorlanib turishi mumkin. Demak, 1 litr suvga 1 litr suv zichligi 1 bo'lgani uchun 1000 gram deb olaveramiz. 40 gram osh tuzi eritilyapti, 20 gram shakar solinyapti, umumiy 1060 gram eritma bo'lyapti. Shu 1060 gram eritmada qancha tuz turibdi? 40 gram tuz turibdi. Ya'ni 40 taqsim 1060. Massa solish so'ralyapti-da, to'g'rimi? Foiz so'ralmayapti. Xo'p, endi buni qisqartiradigan bo'lsak, mana buni olib tashlaymiz. Yana qisqartiradigan bo'lsak, 1060 ga bo'laradigan bo'lsak, 530. Ya'ni 2 taqsim yoki 20 taqsim 530. Bormi shunday javob? 20 taqsim 530. 20 taqsim 2 taqsim 530 chi. Ha, menimcha bu bitta nolni olib tashlayapti bu. Ha, 3.77% eritma bo'ladi. 200 da demak 53 ga bo'lib topishimiz mumkin. 3.77. Aynan shuni so'ramayapti-da, nisbatlarni so'rayapti. Shuning uchun A javobimiz to'g'ri. Keyingi savolimiz. Polietilen molekulasining uzunligi 616 nanometrga teng. Uglet orasi 0.156
4 nanometr bo'lsa, polietilenni molekulasini topib bering deyapti. Endi qarang, bitta zvenoning uzunligini topib olishimiz kerak. Uglerod orasidagi masofa 0,154. Endi mana bu 0,154 dan ikkala chekkada yana yarimtadan bo'lgani bilan jami 0,154 bo'ladi. Ya'ni 0,154 ni ko'paytirib yuboraman 2 ga. Shunda bitta zveno oralig'i kelib chiqadi. 0,108. Endi bizda uzunlik qancha edi? 616 edi. Buni bo'lib yuborsak, nechta zvenolik kelib chiqadi? 2000 ta zveno bor ekan. Demak, buni molekulasini massasi, molyar massasi. Shuning uchun buni 28 ga ko'paytirishimiz kerak. Bitta zvenoning massasi 28 bo'lgandan keyin 56000. Javobimiz to'g'ri ekan. Suvda eriydigan asos hosil qiluvchi elementlarni toping deyilyapti. Demak, ularning gidroksidlari eritmada mavjud bo'lsin. Demak, magnitni chiqarib yuboramiz. Brom chiqib ketadi, temir chiqib ketadi. Hop, mis suvda erimaydi. Ko'k rangli cho'kma, oq rangli cho'kma, bariy gidroksid erirkan. Hop, demak, alyuminiy gidroksid erirkan. Demak, nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. D javob to'g'ri ekan. 23-savol. Fenol qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishsa, quyidagi holatlar kuzatiladi. Moddalarning javobda ketma-ketligi belgilangan. Xo'p, qaysi modda bilan reaksiyaga kirishsa vodorod ajratadi? Albatta natriy bilan o'yindan chiqib ketadi. B javob va D javob. Xo'p, endi oq rangli cho'kma brom bilan tribromfenol oq rangli cho'kma. Shuni yozib qo'yay. Brom qo'yamizda, bu oq. Endi nima bilan? Nitrat kislota bilan sariq rangli cho'kma. Bu sariq. Xo'p, endi binafsha rang bu temir 3 xlorid bilan kompleks tuzda hosil qilardi. Shuning uchun, xo'p, mana bu A javob to'g'ri. Xo'p, 24 propin yoki propadendan olinyapti aldegid. Aldegid olingan bo'lsa propin bo'ladi. Hosil bo'ladi aseton, keyin 3 spirt, keyin bundan endi murakkab efir olinyapti. Ushbu jarayonda boshlang'ich va oxirgi moddalar massa farqi 7.52 bo'lsa, reaksiya unumi 30% bo'lsa, propilenning molini aniqlang. Demak, nima desa bo'ladi? Boshqa va oxirgi barcha reaksiya uchunlar uchun unum 30% mikan yoki umumiy olishimiz kerak ekan? Xo'p, qani javob axtarib ko'ramiz. S3H4. Nima bo'lgan taqdirda ham mana undan bitta hosil bo'ladi. H3 COO C3H7. Endi mana buni miqdori necha mol? 1 molini massasi 3 ko'paytirilgan 12 plus 4 40 gram. Buni massasi, ya'ni 40 grammidan 1 mol olyapman o'zimcha. Bundan qancha hosil bo'ladi? 15 plus 44 plus 36 plus 7. 102 gram hosil bo'lyapti. 102 gram hosil bo'lardi 100% unumda. 30% ichida olaman. 102 ni 30% 30,6. Xo'p, endi bizda massa farq qancha bo'lyapti? 40 va 30,6. Demak, 40 dan ayirib yuboraman 30,6 ni. 9,4 gramga farq bo'lganda edi, dastlabki mahsulot propilenning miqdorini 1 mol olgan bo'lar edim. Endi bizda bo'lyapti 7,52 gram. Demak, qancha? 7,52 ni bo'laman 9,4 ga. 0,8. Demak, 0,8 mol propilen olingan. Xo'p, 25. Butan yonyapti. Yonishidan 2610 kilojol energiya olib chiqyapti. 652,5 issiqlik chiqsa, kilojolmikan, jolmikan? Karbon tanglik tarkibidagi uglerod atomlarining sonini topib bering deyilyapti. Demak, mana shu yerda 4 ta karbon tanglik chiqyapti. 4 ko'paytirilgan ena nechaga teng bo'ladi? 6,02 ni ko'paytiraman 4 ga. 24,08. Undusda 23 ta demak uglerod
saqlasa, shunda 2610 kilojoule energiya ishlab chiqish kerak edi. Bizda 652,5 ekan. Qancha? Demak, 24,08 10 ustida 23 ni ko'paytiraman 652,5 ga bo'lib yuboraman 2610 ga. 6,02 10 ustida 23. Ya'ni B javob to'g'ri ekan. 26-savolda ozgina kamchilik borga o'xshayapti. O'rtacha balandmasi 29,5 bo'lsa, vodorod masalasi to'g'ri kelmayapti. 29,5 to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, birorta variant to'g'ri kelgani yo'q. Masalan, variantdan ketib ko'rib ham ishlab ko'rdik. Ammiak oldik, silan oldik, ammiak oldik, metan oldik, fosfen oldik, metan oldik, fosfen oldik, silan oldik. Molekulyar massa 118 ga to'g'ri keladigan variant topilmadi. Menimcha bu masalani to'g'rilashgandan keyin yana bir bor urinib ko'ramiz. Sariq rangli A modda yondirilganda B modda hosil bo'ldi. B modda S mineralini tushdirish orqali ham hosil bo'ladi. D modda S modda bilan elementlar tarkibi bir xil, lekin foizlari har xil. D modda kislota bilan reaksiyaga kirishganda palaxta tuxum, vodorod sulfid hidli gaz hosil bo'ladi. Shu eritmaga qizil qon tuzi qo'shilsa, turumbil ko'k hosil bo'ladi. Turumbil ko'k hosil bo'ladi. Qachon hosil bo'ladi? Temirda qaysi ikki iyullarga sifat reaksiyada shunday hosil bo'ladi. Demak, reaksiya tenglamalarini yozib chiqamiz. Xo'p, mana reaksiyalarni yozib oldim. Ya'ni oxirigidan ketamiz. D modda vodorodlar bilan reaksiyaga kirishganda palaxta tuxum hidli gaz hosil bo'ladi. Temirda 2 sulfidi palaxta tuxumda vodorod sulfid hosil qilyapti va shu eritmaga qizil qon tuzi qo'shilsa, turumbil ko'k hosil bo'lyapti. Ya'ni ekvivalentli tuzlarga sifat reaksiya bo'ladi bu. Shuning uchun demak temir 2 xillat hosil bo'lgan ekan, temir sulfiddan dedik. Endi yuqoriroqda D modda S modda bilan elementlar tarkibi bir xil, lekin foizlari har xil. Albatta temir sulfid va ikkalasi ham temir va oltin gurt atomlaridan iborat. Faqat temirni yoki bo'lmasa oltin gurtni massa ulushi bilan farq bo'ladi. S moddani tobering deyapti, shuning uchun piritni olamiz. Yigirma sakkizinchi savol xato ekan. To'g'rilab ishlashga harakat qildik, lekin javob chiqmadi. Masala o'rnalgandan keyin buni ham javobini ilib qo'yamiz. Tak, 29-savol. 29-savolda Husniddin o'ziga ham ilchasiga tashlab qo'yaman. Mana bu yerda mana bu -2 yo'q. O'shanda reaksiya teng bo'ladi. Ya'ni boshqa holatda o'quvchim kirib chiqdi. Mana bu reaksiyani berib ketishdi. Demak, margarin storoksid shunchaki vodorod xlorid bilan hosil qilishi mumkin. Margarin 2 xlorid, xlor va suvda. Mana shu yerda mana shu A javob to'g'ri bo'lishi kerak edi. Mana reaksiya noto'g'ri yozib qo'yilgan. 30. To'g'ri fikrlar sonini toping. Laktoza piranoza shaklida B galaktoza va fruktoza qoldiqlari. Laktoza, fruktoza bir xato. Fruktoza bo'lmaydi, galaktoza glukoza bo'ladi. 2. Saxaroza aldagi xususiyat noma'lum qiladi. Xato. Saxarozada umuman aldagi gruppa yo'q. 3. Disaxaridlar mineral kislotalar fermentlar ta'sirida gidrolizlanib monosaxaridlarni hosil qiladi. Ha, bu boshqa gap. To'g'ri. Sellyuloza hujayra devorini asosini tashkil qiladi. Albatta. Demak, ikkita javob to'g'ri ekan, shuning uchun B javob to'g'ri hisoblanadi. Demak, 31-masalani tahlil qilib beraman. Ikki xil o'zaro izomer dixlor alkanlarning umumiy massasi 38,1 bo'lib, mol nisbati 1:5. Birinchi izomer va ikkinchi izomer gidrolizlandi. Keyin vodorod bilan ta'sir etilganda 1 spirtdan 3,7 gramm hosil bo'lgan. 2 spirtdan 8,5 gramm hosil bo'lgan. X-ni 2 uglerodi yo'q, Y-ning 2 uglerodi bor. Birinchi spirtni aniqlab bering deyilyapti. Endi e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchi bilan ikkinchi izomerni izomer deb turibmiz, demak molekulyar massalar bir xil. Demak, 1:5 bo'lyapti. Mol nisbati buni massa nisbati deb olishimiz ham mumkin. 1:5 6, 38,1 dan 6,35 gramm. Demak, birinchi izomer bo'lgan. 6,35 gramm birlamchi demak, izomerdan, birinchi izomerdan 3,7 gramm spirt hosil bo'lyapti. Suv bilan oksidlanganda aldegid qaytarilib, birlamchi spirt hosil bo'ldi. 6,35 ga 3,7. Demak,
Dixloralkani massasi 14 plus 71, spirtning massasi bo'lsa 14 plus 18 ga teng. Diagonallarning ko'paytmasi o'zaro teng deb endi topdik. N ning qiymati 4 chiqdi. Demak, bu dixlor butan bo'lgan. Dixlor butanni endi birinchi spirtiga mana bunday olamiz. Bunda ikkilamchi bo'lmasligi kerak. Demak, bunda faqat birlamchi va to'rtlamchi uglur atomlari bo'ladi. Xo'p, endi mana shu holatda demak bu gidrolizlanadigan bo'lsa aldegid hosil bo'ladi va bu qaytariladigan bo'lsa birlamchi spirt hosil bo'ladi. Endi ikkinchisini topishda kerak ham yo'q, lekin shunda bo'lsa ham yozamiz. Ikkilamchi uglur atomi bor mana bunda. Demak bu 1 dixlor butan. Bu gidroliz bo'lganda demak butanon hosil bo'ladi. Bu gidroliz bo'lganda butanal hosil bo'ladi. Nima bo'ladi? Uchlamchi butanal bo'ladimi? Xo'p, endi bizdan birlamchi spirtni hosil qilgan dastlabkini so'radi. Demak, nima deymiz? 1 dixlor, 2 dimetil deymiz. 1 2 3 4 5 ta bo'lib qoldi-ku bizda. Ha, ikkilamchi bo'lmaydigan bo'lsa, mana ularni o'chirib tashlayman ekan. Mana 5 ta bo'lib qoldi. Xo'p, unda demak 1 dixlor 2 metil dixlor propanni tanlaymiz. A javobimiz to'g'ri. 32-savol. 91,25 gram 20% xlor kislota eritmasiga marmar bo'likchalari tashlandi. Hosil bo'lgan eritma ajratib olindi. Hosil bo'lgan eritmaga 207 gram 20% kaliy karbonat eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan cho'kmani molini topib bering. Xo'p, yaxshi. Xlor kislota eritmasiga marmar bo'laklari, ya'ni kalsiy karbonat. Kalsiy karbonat tashlanadigan bo'lsa, bunda kalsiy xlorid hosil bo'ladi. Karbon tangrida gaz bo'lib chiqib ketadi. Eritmada qo'shimcha suv ham hosil bo'ladi. Xo'p, endi 73 gram xlorid kislotadan hosil bo'ladi 1 mol kalsiy xlorid. Bizda 91,25 gram 20% ekan. 91,25 ni ko'paytirib yuboraman. 0,2 ga bo'lib yuboraman. 36,5 ga. Shunda dastlabki xlorid kislotaning miqdorini topib olamiz. 91,25 ni ko'paytirdim 0,2 ga bo'ldim 36,5 ga. 0,5 mol ekan. Demak, 0,5 mol 2 molidan 1 mol tushsa 0,5 moldan qancha? 0,25 mol cho'kma tushadi. Xo'p, endi bu eritmaga kaliy karbonat qo'shyapti. Kaliy karbonatdan qancha? Xo'p, 207 gram ko'paytirilgan 0,2 ga bo'lingan kaliy karbonat massasi. Demak, 48 plus 12 plus 39 va 39 138 ga bo'ladi. 207 ko'paytirilgan 0,2 bo'lingan 138 ga 207 ko'paytirilgan 0,2 bo'lingan 138 ga 0,3 mol bor ekan. Demak, oxirgi eritmada ketyapti mana bu reaksiya kalsiy xlorid plus kaliy karbonat hosil bo'lyapti. Kaliy xloridi plus kalsiy karbonat mana shu cho'kma. Xo'p, reaksiyani tenglash uchun mana bu yerga 2 qo'ysak bo'ldi. 1 ga mana 1 ketib, hosil bo'ladi mana bundan cho'kmaning moli 1 mol. Bizda kalsiy xloriddan 0,25 mol bor, kaliy karbonat bo'lsa 0,3 mol bor. Demak, kamidan ketadigan bo'lsak 0,25 mol cho'kma beradi. Demak, B javob to'g'ri. Xo'p, 0,8 mol natriy, kaliy, kalsiydan iborat aralashma suv bilan reaksiyaga kirishib gaz ajratdi. Kaliy va natriyning boshlang'ich massalari yig'indisi 17 gramga teng. Kaliy va natriyning boshlang'ich massalari 17 gramga teng. Natriy gidroksid massasi boshlang'ich aralashmadagi kalsiy massasi ulushini kalsiy suv bilan reaksiyaga kirishib ajratilgan vodorod necha gram asetonni qaytarishiga yetadi. Xo'p, reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Natriy, kaliy, kalsiy 0,8 mol aralashma suv bilan reaksiyaga kirishyapti. Hosil bo'ladi natriy gidroksidi plus 1/2 mol vodorod gazi plus suv. Hosil bo'ladi kaliy gidroksidi plus 1/2 mol vodorod gazi. Bu suv bilan ta'sirlashganda hosil bo'ladi kalsiy gidroksidi plus vodorod gazi. Gazdan 11,2 litr, ya'ni 0,5 mol ajralgan. 0,5 mol ajralgan. Endi mana bu ikkalasini bir tan deb turaylik, chunki ikkalasidan bir xil gaz ajralib chiqadi. X plus Y ning qiymati 0,8 ga teng bo'lsa, demak 0,5 x plus
y teng bo'lyapti 0.5 ga. 0.5x 0.5x teng bo'ladi. Xo'p, 0.3 ga. Unda x ning qiymatini topish uchun 0.05 ga bo'lish kerak. 0.05 ga bo'lganimizda 0.6 mol chiqadi. Demak, tushunishimiz mumkin ekan. Natriy bilan kaliyni umumiy aytishimiz kerak 0.6 mol, kalsiy bo'lgan bu yerda 0.2 mol. Xo'p, kalsiy suv bilan ta'sirlashganda tuzalgan vodorod. Kalsiy demak suv bilan ta'sirlashganda kalsiy gidroksidi bilan vodorod gazini ajratib chiqaryapti. Bizda 0.2 mol, demak 0.2 mol vodorod gazi hosil bo'ladi. Endi bu qancha asetonni qaytaradi? Demak, CH3 CH3 plus vodorod hosil bo'ladi. CH3 CH2 CHOH uzr CH3. Endi asetonni grammini so'rayaptimi? Demak, buni molekulyar massasini topib olamiz. Demak, 15 dan ikkitasi 30 ga qo'shib yuboramiz. 28 58 gramm uchun 1 mol sarflanadi. 0.2 mol uchun qancha? 0.2 ni 58 ga ko'paytirsak 11.6 ekan. Xo'p, endi keyingisi natriy gidroksidi massasini topib bering deyilyapti. Bizda boshlang'ich aralashmadagi natriy bilan kaliyning massasi 17 edi. Shunga alohida tenglama tuzib qo'yamiz. Boshqa rangga o'tib olaman. Xo'p, x plus y ning qiymati 0.6 ga teng. 23x plus demak 39 y teng bo'lyapti 17 grammga. 23x plus 23y teng bo'lyapti 23 dan 16 ga ko'paytirsak 13.8. 17 dan ayirib yuboraman. 3.2 teng ekan. 39 dan 23 dan ayirsam 16 y ga. Unda y ning qiymati teng ekan. 3.2 ni 16 ga bo'lib yuborsam 0.2. X ning qiymati o'z-o'zidan 0.4. Xo'p, bizda natriyni gidroksidi massasini toping deyapti. Natriy gidroksidini shunchaki 0.4 ga ko'paytirib qo'ysam yetarli. 16 gramm natriy gidroksidi hosil bo'lar ekan. Demak, natriy gidroksidi massasi 16 gramm. Boshlang'ich aralashmadagi kalsiyning massa ulushini topib bering deyilyapti. Xo'p, buni ham boshqa uchga ko'ramiz endi. O'zi dastlabki aralashmaning massasi qancha bo'ladi? Demak, bizda 0.2 mol kalsiy bor edi. 0.2 ko'paytirilgan 40 8 gramm. Natriy va kaliyning 17 gramm aralashma bor edi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 25 gramm. Shunda uni massa ulushini topish uchun 100 grammdagi kalsiyni topamiz. Demak, 8 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 25 qilsak 32%. Demak, bu savolga javob 32. Xo'p, 36-savolga keldik. Kerakli tenglamalarni yozib oldim. Ikkala 2 moldan ikkala holatda ham gaz hosil bo'lgan bo'lsa, qatnashgan kislotalarning massa farqini topib bering deyilyapti. Demak, 26 mol nitrokislota sarflanadi, shunda hosil bo'ladi 11 mol gaz. 2.2 mol bo'lsa-chi deb miqdorini topib olamiz. Demak, 26 ko'paytirilgan 2 taqsim 11 5.2 mol. Endi mana bundan 16 mol sarflanganda bundan 11 mol. 2.2 molidan qancha deb olamiz? 16 ko'paytirilgan 2 bo'lingan 11 ga 3.2 mol. Demak, 5.2 mol ayrilgan 3.2 mol teng 2 mol. Demak, buni 60 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak 126 ga teng bo'ladi. Demak, javobi 126. Xo'p, 37-savol. Tuz eritmasiga eritmadagi tuz massasidan 20 gramm kam bo'lgan miqdorda tuz qo'shildi va natijada 25% eritma hosil bo'ldi. Agar eritmaga suv massasidan 20 gramm kam bo'lgan miqdorda tuz qo'shilsa, 52% eritma hosil bo'ldi. Boshlang'ich eritmadagi eritmani foiz konsentratsiyasini toping. Xo'p, boshlang'ich eritmada men tuz deb olaman. Eritmaning massasini bo'lsa, tuz plus suv deb olaman. Birinchi holatda tuzdan 20 grammga kam bo'lgan yana tuz qo'shildi. Plus eritmaning massasiga ham qo'shiladi. Tuz minus 20 gramm. Endi eritmadagi tuzning massasiga ham qo'shiladi. Plus tuz minus 20 gramm. Shunda hosil bo'lyapti 0.25% eritma. Endi ikkinchi holatda yana xuddi shuni yozib olaman. Tuz taqsim tuz plus suv.
Endi bu safar suvdan 20 grammga kam bo'lgan tuz qo'shilyapti. Plus suv minus 20. Plus suv minus 20. Xo'p, shunda 0,52 lik eritma hosil bo'lyapti. Demak, tenglama necha degan bo'lsak, 2t minus 20 teng. Bu yerda ikkita t bor, a? Demak, 2t ni 0,25 ga ko'paytiramiz. 2t ni 0,25 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0,5 ta plus 0,25 s minus 0,25 ta 20 ga ko'paytirsam 5 ga qisqartiradigan bo'lsam 1,5 t plus 0,25 s bu tomonga endi minus bo'lib ketadi. Minus 0,25 s. Bu plus u tomonga plus bo'lib ketadi. 15 ga. Endi bu tenglamani shunaqa qilib tenglaydigan bo'lsam, tuz plus s minus 20 teng bo'ladi 0,52 t plus endi s ni miqdori ikkita s bor. 2 ni ko'paytiraman 0,52 ga. 1,04 s. Hop, minus 20 ko'paytirilgan 0,52. 10,4 ga. Endi demak 1 dan ayiraman 0,52 ni. 0,48 ta. S dan buni ayirib yuboradigan bo'lsa minus 0,04 s. Endi 20 u tomonga plus bo'lib o'tib ketsin. 20 plus bo'lsa, endi 10,4 dan ayirib yuboraman 9,6 ga. Tenglamani birlashtirib olaman. Hop, mana shunday tenglama kelib chiqdi. Endi bu tenglamani tenglash uchun misol uchun 0,025 ni bo'lib yuboraman 0,04 ga. 6,25 ga barchasini ko'paytirib chiqaman. Demak, tenglamani birlashtirdim. Tuzim o'tdi, suvim 120 chiqdi. Demak, umumiy eritma 150 gram bo'lsa, shu eritmada 30 gram tuz bor. Endi 100 da qancha deydigan bo'lsam, dastlabki eritmani konsentratsiyasi kelib chiqadi. 100 ni ko'paytirdim 30 ga, bo'ldim 150 ga. Demak, 20% eritma bo'lgan ekan. 38-savol. 1,76 gram temir sulfidi mol miqdordagi kislorodda yondirildi. Hosil bo'lgan qattiq qoldiq 35% lik sulfat kislota eritmasi etildi. Natijada 40% to'yingan tuz eritmasi hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan eritma sovitilganda 2 gram kirsiligidrat cho'kmaga tushdi. Eritmada esa 2 gram tuz qoldi. Kirsiligidrat formulasini aniqlab bering deyilyapti. Yaxshi. Demak, temir sulfidi. Yonganda nima hosil bo'ladi? Temir oksidi. Temir oksidiga nima qo'shilyapti? Sulfat kislota. Bunda nima hosil bo'ladi? Temir sulfat. Xo'p, endi 1,76 gram 1,76 gram temir sulfidi qancha temir oksidini hosil qiladi deb olamiz. Chunki bu yerda eritma massasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, temir 56 ga qo'shsam 32 ni 88 gram yonganda hosil bo'ladi. 56 plus 16 72 gram. Shunda sulfat kislotadan sarflanadi 98 gram va bu yerda temir sulfatdan hosil bo'ladi 152 gram. Bizda 1,76 gram bor. Demak, qancha temir oksidi bo'ladi? 1,76 ni ko'paytiraman 72 ga bo'lib yuboraman 98 ga 1,44 gram. 1,44 ko'paytiraman 98 ga bo'laman 72 ga 1,96 gram sarflangan. Xo'p, 1,96 ni ko'paytiraman 152 ga bo'laman 98 ga. Tuzdan 3,04 gram hosil bo'lgan. Xo'p, 3,04 gram bo'lgandan keyin tuz 2 gram qoldi deyapti. Demak, kirsiligidratdan qancha cho'kmay, kirsiligidrat ichida qancha temir sulfat borligini shu yerdan topsak bo'ladi. 1,04 gram tuz cho'kmaga tushib ketyapti. Xo'p, endi bizda nima bo'ldi? Mana 1,44 gram eritmamiz 35% bo'ladigan bo'lsa, 100% o'zi qancha? 100 ko'paytirilgan 1,44 bo'lingan 35 ga 100 ko'paytirilgan 1,44 bo'lingan 35 4,11 juda xunuk sonlar chiqyapti. Hozir metdan topib olavering. Eritmada 2 gram tuz qoldi. 1,04 gram tuz cho'kmay tushib ketgan bo'ldi. Bundan keyin endi temir sulfati ko'paytirilgan nechtadir suv bo'lishi kerak.
Biz aniq mana bu yerda 2 gramm tuz borligini bilamiz. Kristallar gidratda aytyapti, necha gramm tuz cho'kmay tushdi deyapti. 2 gramm kristallar gidrat cho'kmay tushdi. Eritmada esa 2 gramm tuz qoldi. Xo'p, eritmada 2 gramm tuz qolgan bo'lsa, 1,04 gramm cho'kmaga tushib ketgan. 1,04 gramm cho'kmada tuz 2 dan 1,04 da ayirib boraman. 0,96 grammga to'g'ri kelyapti. Endi 152 grammaga qancha to'g'ri keladi deymiz. 152 ni ko'paytiramiz 0,96 ga bo'lamiz 1,04 ga. 140,3. Примерно 140,3. Buni 18 ga burib oladigan bo'lsak, o'rtacha 7,8 ta, demak 8 ta nimaga tushyapti. Mana shu yerda mana bu 142 bo'lganda yoki bo'lmasam 8 ga ko'paytirilgan 18 144 bo'lib qolganda edi mana bu. 18 ga bo'linganda o'shanda keyin 8 to'g'ri javob chiqadi. Menimcha mana shu aytilib turgan paytda xatolik yuz bergan. Hozircha endi formulasi 8 deb qabul qilib turasiz. Xo'p, 39-savol. 80 ml eten, propen, butan aralashmasi 830 ml kislorod bilan yondirildi. Ortib qolgan kislorod ajralib chiqqan karbonat gazidan 1,5 marta ko'p. Dastlabki aralashmada C2H4 va C3H6lar 1:3 nisbatda olingan bo'lsa, ortib qolgan kislorod hajmini topib bering. Yaxshi, reaksiya tenglamasini yozib olamiz. C2H4 plus kislorod hosil bo'lyapti, demak 2 ta karbonat angidrid plus 2 molekula suv. Buning uchun kisloroddan sarflanadi 4 ta, 2 ta, 3 ta, 3 mol. Endi bir yo'la C3H6 ni yozib olaman. Plus kislorod. Demak, hosil bo'lyapti 3 ta karbonat angidrid. To'xtanglar. 1:3 nisbat dedik-ku. Bir yo'l to'g'ridan to'g'ri 1:3 nisbat olib ketavering. Ya'ni mana buni 3 mol deb olaman. 3 moldan jami 9 ta karbonat angidrid ajralib chiqadi. Xo'p, plus 3 kara 6 18, 9 ta suv ajralib chiqadi. Xo'p, endi kislorodlardan qancha ketyapti? 9 ko'paytirilgan 3, 27 ta ketyapti. 2 bo'lsa 13,5 mol. Xo'p, endi C4H10. Bundan 4 ta karbonat angidrid ajralib chiqadi. Plus 5 ta suv. 8 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 40. 8 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsak 13. Buni 2 bo'ladigan bo'lsak 6,5 mol. Qandaydirki mana bularda bitta alohida, mana buni alohida bitta tan deb oladigan bo'lsak, menimcha masalani ishlashimiz oson bo'ladi. Xo'p, unda mana buni x deyman, mana buni 3x deyman. Shunda bundan 3x kislorod kerak bo'ladi. Xo'p, mana bundan 13,5x kerak bo'ladi. Xo'p, mana bundan 2x hosil bo'ladi, bundan 9x hosil bo'ladi. Endi mana undan bunday deymiz. 80 minus 4x bu aralashmaga bo'ladi. Endi shuni 4 ga ko'paytiraveradigan bo'lsam, bunga ajralib chiqadigan karbonat angidriddan massasi kelib chiqadi. Demak, 80 ni ko'paytiraman 4 ga. 320 minus 4 kara 4 16, 16x. Endi karbonat angidrid kislorodni ham hajmini shu yerdan topib olamiz. 80 ko'paytirilgan 6,5 520 minus 6,5 ni ko'paytirsam 4 ga 26x ga. Xo'p, endi umumiy sarflanib turgan kislorodlarni qo'shib olaman. Mana bunday kelib chiqadi. Qisqartirib oladigan bo'lsak buni 520 minus 9,5x bo'lib qolyapti. Bu sarflangan kislorod. Endi bundan boshida qancha olingandi? 830 olingandi. Demak, 830 dan ayirib yuboraman. 520 minus 9,5x da. Bunda
830 dan 520 ni ayirib yuborishim kerak. 310 plus 9,5x. Bu ortib qolgan kislorod. Ortgan kislorod. Endi nimachi bu yerda karbon tangidritdan qancha hosil bo'ldi? 2x plus mana bu yerda 9x va mana bu yerda 320 minus 16x. Mana bu yerga 320 minus 16x plus 2x plus 9x desam qulayroq bo'ladi. Ya'ni 2 ga 9 qo'shadigan bo'lsak 11, 16 dan 11 ayirib yuborsak 5. Demak 320 minus 5x bu kislorodning bu hosil bo'lgan karbon tangidrot miqdori bo'ladi. Demak bundan mana shunday xulosa qilishimiz mumkin. Ortib qolgan kislorodning hajmi karbon tangidrot hajmidan 1,5 marta ko'p. Endi bu yerdan x ni topib olamiz. Demak bu yerda x imiz teng bo'lar ekan 10 ga. Endi o'rinlashtirib qo'yamiz. Ortib qolgan bizda kislorodning nimasini so'ralgan? Hajmini so'ralgan. Ortib qolgan kislorod mana bu yerdan topishimiz mumkin edi. Demak 310 minus 9,5 ni 10 ga ko'paytirsak 95. Demak 310 dan 95 ta ayirmasini aytib berishimiz kerak. 215 ml kislorod ortib qolgan. Bu javob bo'ladi. 40-savol. Chumoli va sirka aldegiid aralashmasi kumush oksidi amakda eritmasidan o'tkazilganda cho'kma ajratib olindi. Keyinchalik nitrat kislotasi eritilganda 0.44 mol qo'ng'ir gaz ajratilgan. Hosil bo'lgan sirka kislota massasini aniqlab bering deydi. Yaxshi. Demak, kumush, ya'ni cho'kma bu nitrat kislota bilan ta'sirlashganda kumush nitrati azot peroksidi plus suv ajralib chiqyapti. Xo'p, endi agar 1 mol kumush cho'kmaga tushganda edi, 1 mol NO2 bo'lardi. 0.44 mol bo'lsa, unda 0.44 mol kumush cho'kmaga tushgan bo'ladi. Xo'p, endi chumoli aldegiid va sirka aldegiid. Ikkalasini umumiy 3,88 gramm deb berilyapti. Mana bundan cho'kmaga tushadi 4 mol kumush. Mana bundan cho'kmaga tushadi 2 mol kumush. Umumiy cho'kmalar miqdori bizda 0.44 ga teng. Ya'ni 4x plus 2y teng bo'lyapti 0.44 ga. Hop 30x plus demak nechaga teng bo'ladi? 15. Bitta aldegiid, uzr. Xato yozib ketdimmi? Demak SOH. 15, 28 va 144y teng bo'ladi 3,88 ga. Endi mana shu yerdan tenglamadan x e'larini topib olamiz. Xo'p, x 0,1, y 0,02 chiqdi. Vaqtlar endi olmasligim uchun darrov hisoblab ketyapman, pauzaga qo'yib. Hosil bo'lgan sirka kislotani massasini so'ralyapti. Bizda sirka aldegiidning miqdori 0,02 chiqdi. Demak, hosil bo'lgan sirka kislotani massasiga ko'paytirib olamiz. Demak, 15 ga 45 qo'shsak 60, 60 ko'paytirilgan 0,02 1,2 gramm sirka kislota hosil bo'lgan deb xulosa qilishimiz mumkin ekan. 41-savol. 63 gramm temir 2 oksidi, temir 3 oksid va mis oksiddan iborat aralashma koks yordamida qaytarildi. Natijada 47 gramm metallar aralashmasi olindi. Reaksiyada hosil bo'lgan karbon is gazi x litr reaktorga solindi va unga kislorod qo'shildi. Bu aralashmada kislorodning konsentratsiyasi 3 molyarli bo'lgan bo'lsa, ushbu aralashma 2 daqiqadan keyin muvozanat topdi. Muvozanatdagi sistemada kislorod va karbon tangidrit konsentratsiyalari teng. Muvozanat konsentratsiyasi yarimga teng ekan. Hosil bo'lgan karbon tangidrit kalsiy karbonat suspenziyasiga qo'shilib, eritma 2000 ml gacha suyultirildi. Dastlabki oksidlar aralashmasi konsentrlangan nitrat kislotada eritilganda, mana shu oksidlar aralashmasimiz hosil bo'lgan metallar aralashmasi bo'lishi kerak. Dastlabki oksidlarimiz 0,6 mol qo'ng'ir gaz hosil bo'lgan bo'lsa, oksidlarning molini hisoblang.
Xo'p, temir 2 oksidi koks yordamida qaytarilganda hosil bo'lgan temir bilan is gazi. Temir 3 oksididan ham temir bilan is gazi hosil bo'lgan. Endi mis oksididan mis va is gazi hosil bo'lgan. Shu oksidlar aralashmasi temir 2 oksidi, temir 3 oksidi va mis oksididan iborat aralashma 63,2 gramm edi. Hosil bo'lgan metallarimiz 47,2 gramm. Endi hosil bo'lgan metallar aralashmasi konsentrlangan nitratga nitratda eritilibdi. Temir konsentrlangan nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi, faqat mis reaksiyaga kirishadi. Mis konsentrlangan nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishganda mis 2 nitrat, azot to'r oksidi va suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tayinlash uchun bakka 2, bakka 4 qo'yib qo'yamiz. 1 mol mis reaksiyaga kirishganda 2 mol qo'ng'ir gaz ajraladi. 0,6 mol qo'ng'ir gaz ajralgan bo'lsa, misdan qancha bo'lgan desak, 0,3 mol hosil bo'lgan ekan. 0,3 mol hosil bo'lish uchun 0,3 mol mis oksid kerak bo'ladi. Xo'p, endi biz oksidlar aralashmasini topib olish uchun oksidlar 63,2 dan ayirib olishimiz kerak 0,3 mol mis oksid massasini. 0,3 ko'paygan 80 24 ga teng. 63,2 dan 24 ni ayiradigan bo'lsak 39,2. Bu dastlabki temir oksidlarining massasi. Endi hosil bo'lgan temirni massasini topib olishimiz mumkin. 47,2 gramm umumiy aralashma bor edi. Undan 0,3 ko'paygan 64 ni ayirib oladigan bo'lsak, temirlarning massasi kelib chiqadi. 28 gramm. Buni endi 56 ga bo'lib oladigan bo'lsak, hosil bo'lgan temirlarning moli. Agar temir 2 oksiddan 72x reaksiyaga kirishganda edi, temirdan x mol hosil bo'lardi. Temir 3 oksiddan 160 y reaksiyaga kirishganda y mol temir hosil bo'lardi. Bizda hosil bo'lgan temirlar 0,5 mol 2y temir hosil bo'lardi. Chunki reaksiyani tenglasak temirni oldiga 2 tushadi. X ga y qo'shsak yarim molga teng. Endi 72x qo'shilgan 160y teng bo'ladi 39,2 ga. Xo'p, tepadagi tenglamani 80 ga ko'paytiradigan bo'lsak, y'lari bir xil bo'lib qolar ekan. 80x plus 160y teng 40 ga. Bundan 8x teng 0,8 ga, x teng 0,1 ga, y teng 0,2 ga. Demak, dastlabki aralashmamizda 0,1 mol temir 2 oksidi, 0,2 mol temir 3 oksidi, 0,3 mol mis 2 oksidi bor. Xo'p, mos ravishda 0,1 mol, 0,2 mol, 0,3 mol. Endi ikkinchisi x ni aniqlang. X nima edi u? Is gazi qo'shilgan reaktorda hajmi. Hosil bo'lgan is gazi kislorod bilan reaksiyaga kirishib, karbonat angidrid hosil qilgan. Hosil bo'lgan is gazini molini topib olamiz. 0,3 mol mis oksiddan 0,3 mol is gazi hosil bo'ladi. Temir 3 oksidimizdan 0,2 mol bor edi. Undan 0,6 mol is gazi hosil bo'ladi. Temirdan 0,1 mol hosil bo'lgan bo'lsa, 0,1 mol is gazi hosil bo'lgan. Umumiy 1 mol is gazi nechidir litrli reaktorga solingan va unga kislorod qo'shilgan. Kislorodda aralashmadagi konsentratsiyasi 3 mol taqsim litr. Is gazi bor bizda 1 mol. Boshlang'ich sarflangan muvozanat. Xo'p, agar kisloroddan x sarflanganda edi, karbonat angidriddan 2x hosil bo'lar edi. Shunda kisloroddan 3 minus x qoladi, karbonat angidriddan 2x hosil bo'ladi. Bu teng, ikkalasi bir-biriga teng ekan, chunki muvozanatdagi sistemada konsentratsiyalari tenglashibdi. X topib qo'yadigan bo'lsak, 1 chiqadi. Demak, 2 is gaz sarflangan, 1 kislorod sarflangan, 2 karbonat angidrid hosil bo'lgan. Muvozanatda 3 mol kislorod bor edi, 1 mol sarflanib ketdi, 2 mol taqsim litr qoldi. Karbonat angidriddan ham 2 mol taqsim litr bor. Endi biz is gazini muvozanat holatdagi konsentratsiyasini topib qo'yishimiz kerak. Xo'p,
km teng 0,5 ga. Bu teng 2 ni kvadrati is gazining konsentratsiyasi, karbonat angidrid konsentratsiyasining kvadrati taqsim kislorod konsentratsiyasi ko'paygan is gazini muvozanatli konsentratsiyasiga. Bundan uni kvadratiga. A kvadrat teng 2 ni kvadratiga, A teng 2 ga. Demak, is gazidan A mol muvozanatda, 2 mol muvozanatda qolgan ekan. Xo'p, dastlab o'zi nechidir mol taqsim litr bo'lgan, undan 2 sarflanib 2 qolibdi. Demak, u 4 mol taqsim litr bo'lgan. Shu 4 mol is gazi 1 litrli idishda turibdi. 1 mol is gazi necha litr idishda turardi? 0,25 litr. Demak, reaktorimizning hajmi 0,25 ga teng. Uchinchisi, to'g'ri reaksiya tezlik konstantasini aniqlang. Is gazi 2 mol taqsim litr sarflanyapti 2 minutda. 1 minutda qancha sarflanadi desak, 1 mol taqsim litr sarflanadi. Reaksiyaning o'rtacha tezligi, to'g'ri reaksiyaning o'rtacha tezligi oldidagi koeffitsient katta bo'lgan moddaga nisbatan olinadi. Xo'p, shu 1 ga teng ekan, bu teng. Endi is gazini muvozanatli konsentratsiyasi 2, buni kvadrati, ko'paygan oldidagi koeffitsient 2 bo'lgani uchun kislorodniki 2, ko'paygan tezlik konstantasi x teng bo'ladi 1 bo'lingan 8, 0,125 ga. Demak, tezlik konstantasi 0,125 ga teng. Hosil bo'lgan eritmaning molyar konsentratsiyasi. Hosil bo'lgan eritmamiz, xo'p, karbonat angidridga kalsiy gidroksid suspenziyasi, karbonat angidrid shu suspenziyaga yuttirilgan. Bundan hosil bo'lgan kalsiy gidrokarbonat. Xo'p, karbonat angidridimiz o'zi 2 molyarli edi. Xo'p, karbonat angidridimizda birinchi molini topib olamiz. 2 moli 1 litr idishda turgan bo'lsa, 0,5 litr idishda qancha mol bo'ladi desak, 0,5 mol. Bu 0,5 mol reaksiyaga kirishganda 0,5 mol kalsiy gidrokarbonat hosil bo'ladi. 0,5 mol kalsiy gidrokarbonatimiz 2 litr eritmani ichida turibdi. 1 litr eritmani ichida necha mol kalsiy gidrokarbonat bo'ladi desak, 0,25 mol. Demak, eritmaning molyar konsentratsiyasi 0,25 ga teng. Xo'p, 42-savol. Etilindan metan bilan asetilin yo'nalishida ketyapmiz. Xlorlaganimizda trixlor metan, buni ishqoriy sharoitda gidrolizlaganimizda sirka kislotasi, uni kalsiy gidroksid bilan ishlasak, demak, chumoli kislotani kalsiyli tuzi bo'ladi. Buni pirolizlaganimizda chumolaldiki va bunga mis gidroksid qo'shadigan bo'lsak, bu karbonat angidrid suvgacha parchalanib ketib qolib, mis bir oksidi cho'kmay tushishi mumkin yoki mis bir gidroksidi sariqlangan eritmasi hosil bo'lishi mumkin. Endi bu eritma narigi tomonga ketadigan bo'lsak, benzolga asetilin bilan vinil benzol olinyapti. Buni oksidlaganimizda demak, mana bu karbon kislota hosil bo'lyapti. Mana shu ABCD, EFG KLMni operatsiyalarni mana shu orqali chiqarib olishingiz mumkin. Savol. Temir 2 nitrat va misdan iborat 556,8 gramm aralashma ochiq havoda qizdirildi. Olingan metall oksidlari 556,8 gramm bo'ldi. Metall oksidlari nitrat kislotaning x litr 40% eritmasida eritildi, lekin gaz ajralmadi. Demak, metall oksidlari eng yuqori oksidlanish darajasiga ega. Dastlabki mis miqdoriga teng mis qo'shilgach, kislota tugadi va jarayonda azot 2 oksidi hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan eritmaga kaliy xromat qo'shilganda mis ionlari to'la cho'kdi. X aniqlang. X bu nitrat kislotani hajmi ekan. Temir 2 nitrat parchalanganda hosil bo'lgan oksid nitrat kislotada eriganda gaz ajralmasligi uchun u 3 valentli bo'lishi kerak. +3 oksidlanish darajasiga ega bo'lishi kerak. Demak, temir 3 oksidi, azot 4 oksidi va kislorod hosil bo'lgan. Reaksiyani tenglashtirish yoki 2 qo'yamiz. 4 1/2. Aralashmani massasi o'zgarmagan. Xo'p, mis kislorod bilan reaksiyaga kirishganda mis oksidi hosil bo'ladi. Demak, monetda chiqib ketgan gazlar bilan qo'shilgan gazning massasi teng bo'lgan. 2 mol temir 2 nitrat reaksiyaga kirishganda edi, temir 3 oksiddan hosil bo'lar edi 160 gramm. Va gazlar aralashmamiz 200 gramm gazlar aralashmasi bu hosil bo'lar edi.
200 gramm bulardan hosil bo'lib massa kamaygani bilan 200 gramm kislorod qo'shilgandan keyin massa o'zgarmaydi. Hop, reaksiya tenglash bakki 2 va 2 qo'yib qo'yamiz. 2 mol mis sarflanganda edi 32 gramm kislorod sarflanadi. Bu paytda mis oksididan 160 gramm hosil bo'ladi. 200 da bundan qancha hosil bo'ladi va misdan qancha sarflanadi desek 200 ko'paygan 2 bo'lingan 32 teng 12,5 mol mis. 12,5 ko'paygan 160 bo'lingan 2 teng 1000 gramm mis oksidi. Agar temir nitratdan 2 mol, misdan 12,5 mol olganimizda edi, aralashmamiz 1000 va 160, umumiy 1160 gramm bo'lar edi oxirgi aralashmamiz. Bizda bu 556,8 gramm ekan. Unda qancha mis reaksiya kirishgan, qancha temir 2 nitrat parchalangan desek 556,8 ko'paygan 12,5 bo'lingan 1160 teng 6 mol mis sarflangan. 6 ko'paygan 2 bo'lib 12,5 teng 0,96 temir 2 nitratdan qizdirib reaksiya kirishilgan. X ni aniqlang. Hop, shu endi metall oksidlari nitrat kislotada eritilibdi. 2 molidan 160 gramm, ya'ni 1 mol chiqaradi. 0,96 dan necha mol chiqadi deydigan bo'lsak, 0,48 mol chiqadi. 2 molidan 2 mol chiqaradi, 6 molidan 6 mol mis oksidi hosil bo'ladi. Hop, oksidlarda endi reaksiya kirishtirgizamiz. Temir 3 oksidi plus nitrat kislota hosil bo'lgan temir 3 nitrat va suv 2 6 qo'yib qo'yamiz. Biriga 6 reaksiya kirishadi. Temir 3 oksiddan bizda 0,48 mol bor. Bunga qancha reaksiya kirishadi? 0,48 ko'paygan 6 teng 2,88 mol. Va noli temir 3 oksidi uchun sarflangan. Endi mis oksidiga qo'shamiz nitrat kislota. Bundan hosil bo'ladi mis 2 nitrat va suv. Reaksiya tenglashi nitrat oldiga 2 qo'yamiz. Mis oksiddan 6 mol bor edi. 6 mol uchun 12 mol nitrat kislota sarflanadi. Endi ana nitrat kislotadan yana ortib qolgan. Bu nitrat kislotaga mis qo'shilyapti. Dastlabki mis miqdoriga teng. Dastlab 6 mol misimiz bor edi. Yana 6 mol mis qo'shilyapti. Hop, mis plus nitrat kislota. Bundan NO ajralyapti ekan. Mis 2 nitrat, NO va suv. Reaksiya tenglash uchun 3 8 3 2 qo'yib olamiz. 3 moliga 8 mol reaksiya kirishar edi. 6 moliga necha mol reaksiya kirishadi desak, 16 mol reaksiya kirishadi. Umumiy sarflagan nitratlarimiz 16 mol, 12 mol, 2,88 mol. Qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 30,88 mol nitrat kislota. Buni ko'paytiramiz 63 ga. Nitrat kislotani moli kelib chiqadi. Bo'lamiz 0,4 ga eritmani massasi kelib chiqadi. Endi buni ham bo'lib yuboramiz 1,26 ga eritmani hajmi kelib chiqadi. Shunda javob 3860 ml. Bu millilitrda. 3 ta virgul surib qo'yadigan bo'lsak, litrga o'tadi. 3,86 litr. Demak, birinchisiga javob 3,86. Eritmadagi mis ionini to'liq cho'ktirish uchun qancha kaliy xromat sarflangan? Hop, ikkinchisi. Eritmadagi mis ioni mis 2 nitrat tarkibida bor. Bunga qo'shilyapti kaliy xromat. Reaksiya tenglamarini yozing degan uchun to'liq yozyapman. Bundan hosil bo'ladi mis xromat va kaliy nitrat. Mis 2 nitratdan 1 mol reaksiya kirishganda edi. Kaliy xromatdan qancha reaksiya kirishadi? 39 kare 2 plus 52 plus 64 194 gramm kaliy xromat reaksiya kirishadi. Xo'p, monetda hosil bo'lgan 6 mol mis 2 nitrat, monetda hosil bo'lgan 6 mol mis 2 nitrat. Umumiy 12 mol 12 ni siga qancha reaksiya kirishadi desak, 12 ko'paygan 194 2328 gramm kaliy xromat sarflanadi. Demak, ikkinchisiga javob 2328. Temir 3 plus ionini cho'ktirish uchun necha mol natriy fosfat sarflanadi? 1 molidan 2 mol temir nitrat hosil, 3 nitrat hosil bo'ladi, 0,8 mol uchun 0,96 mol. Xo'p, endi shu temir 3 nitrati temir 3 nitrat reaksiya kirishyapti natriy fosfat bilan. Bundan hosil bo'ladi natriy nitrat va temir fosfat. Temir fosfat cho'kmadi. Temir 3 fosfat.
1 mol temir 3 nitrat reaksiyaga kirishar edi 1 mol natriy fosfat bilan. 0,96 mol temir 3 nitrat 0,96 mol natriy fosfat bilan reaksiyaga kirishadi. Demak, uchinchisiga javob 0,96 mol.